Endi har yili elektr va gaz qimmatlashadi. Haydovchilarga o'tgan yilgi qoidabuzarliklar uchun jarima kelishni boshladi. Ishxonasida gashish chekkan andijonlik amaldor va uning boshlig'i ishidan ayrildi. O'zbek xalqini haqorat qilgan Abdulloh ismli tiktoker qamoqqa olindi. Haydovchilarga o'tgan yilgi qoidabuzarliklar uchun jarima kelishni boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda 9 oy oldin sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun jarimalar kelishni boshlagan haqida xabarlar tarqaldi. Haydovchilar diqqatiga, agar sizga qoidabuzarlik sodir etganligingiz to'g'risida xabar 365 kun o'tib kelsa, uni to'lash shart emas. Chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga ko'ra jarima qarorlari 1 yil ichida qabul qilinishi kerak. Lekin jarima xati 365 kun ichida kelsa, uni to'lashingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, tadbirkorlar tomonidan o'rnatilgan kameralar aniqlagan qoidabuzarliklar haqidagi xabar yo'l harakati xavfsizlik xizmatiga 48 soat ichida jo'natilishi kerak. Agar kechiksa, jarima xabari qabul qilinmaydi va jarima solish to'g'risidagi qaror yozilmaydi. O'zbekistonni, o'zbek xalqini haqoratlaydigan tiktoker Abdulloh qamoqqa olindi. Ijtimoiy tarmoqda kim o'zbek bo'lsa, u davlatni men tan olmayman. Ijtimoiy tarmoqlarda Abdulloh sifatida tanilgan 26 yoshli yosh yigit aslida Toshkent viloyatidan, ammo Koreyada yashab, o'zbek xalqiga nisbatan millatlararo nizolarni keltirib chiqarishi mumkin bo'lgan va haqoratli so'zlar aytib chiqishlar qilgan. Bu holat ko'plab o'zbeklar tomonidan qattiq e'tirozga sabab bo'ldi. 2024-yilning mart oyida u O'zbekiston hududiga kirishida huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. U o'z harakatlarini aktiv uchun qilganligini izohlab, barcha o'zbeklardan uzr so'ragan. Hozirda unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda. Alisher Qodirov esa internetdagi hayitlarga nisbatan jazo kuchaytirilishi kerakligini yozib chiqdi. Deputatning fikricha, so'z erkinligi haqorat, adovat va oyni boshqarishga qaratilgan manipulyatsiyalarni oqlamasligi kerak. Uning ta'kidlashicha, internet faqat daromad manbai emas, balki fikr bildirish uchun muhim maydon hamdir. Biroq bu madaniyat va tartib qoidalarini buzishga asos bo'la olmaydi. Milliy tiklanish partiyasi bu masalada qonunga taklif tayyorlab, jamoatchilik bilan muhokama qilmoqchi, deydi deputat. Endi har yili 1-maydan elektr va gaz qimmatlashadi. 2024-yilda hukumat 2026-yildan boshlab gaz va elektr narxlari kamida 3 yil davomida o'zgarmaydi mazmunidagi qaror qabul qilgan edi. Ammo 2025-yil 31-mart kuni, ya'ni avvalgi qaror kuchga kirishidan atigi 1 kun oldin yana yangi qaror qabul qilindi. Shuningdek, aholi uchun elektr energiyasining yangi imtiyozli tarifi joriy etiladi. 2025-yil 1-maydan boshlab oyga 200 kWh elektr energiyasi ishlatilsa, 1 kW uchun 600 so'm, 201 kWdan 500 kWgacha 800 so'm to'lanadi. Bundan avvalgi qarorda bu miqdor 1000 so'm bo'lishi kerak edi, ammo yangi qarorda arzonroq qilib 800 so'm etib belgilandi. Ya'ni aholi uchun hisob-kitobda katta farq yo'q, chunki umumiy to'lov miqdori avvalgiday taxminan 360 ming so'm atrofida qolmoqda. Yangi qarorning asosiy ma'nosi shundaki, 2026-yildan boshlab har yili 1-mayda elektr energiyasi va tabiiy gaz narxlari oshirilib boriladi. Bu oshish yillik inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'ladi, lekin 10% dan oshmasligi belgilangan. Masalan, agar inflyatsiya 10% ni tashkil etsa, svet va gaz narxi ham shunchaga qimmatlashadi. Ma'lumot uchun 2024-yilda inflyatsiya 9,8% bo'lgan. Odatda barchadan yashirib iste'mol qilinadigan narkotik Andijonda ochiqchasiga chekilgan, yana davlat tashkiloti mas'ul xodimi tomonidan. Ijtimoiy tarmoqlarda holat aks etgan surat tezlikda tarqaldi. Unda suratdagi shaxs kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligining Andijon shahar bo'limi boshlig'i ekani va ish vaqtida xizmat xonasida gashish iste'mol qilgani aytilgan. Boshqarma dastlab mazkur shaxs bo'lim boshlig'i ekanligini tasdiqladi, ammo keyinroq ma'lumot tekshiruv jarayonida ekanini e'lon qildi. Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, tezkor tadbirda shaxsdan 0,69 gram gashish moddasi topilgan. Holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 276-moddasi 1-qismi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shundan so'ng Andijon viloyati kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish boshqarmasi boshlig'i va uning o'rinbosari ishdan olingan. Ajablanarlisi, boshliq nega ishdan olingani, u ham chekkanmi yoki shunchaki sherik bo'lganmi, yoxud xodimini tiyib turmagani uchunmi? Bunisi ochiqlanmagan. Tergov davom etmoqda. Amaldorlar haqida qiziqarli voqealarni ko'p eshitganmiz, lekin xizmat xonasida gashish chekayotgan amaldor bu anchagina yangi format bo'ldi. Keyingi haftada yaxshi yangiliklar ko'payishiga umid qilamiz. Sizlar bilan Mohinur Umurzoqova bo'ldi.